uzun bank mahsulotlarini nimasini tushuntirib o'tib, sizlar tadbirkorlar bilan uchrashib, shu yo'nalishlarni aytib o'tishga kelgandik sizlarni. Bizda tadbirkorlarga 212 sonli kreditimiz bor. Tanishlar bo'lsa, tadbirkor tanishlar bo'lsa, Qo'shrabotda boshqa tumanlarga nisbatan 5 toifa bo'lganligi uchun 19% beradi. Agar tadbirkorlik nimasini rahbari ayol kishi bo'lsa 12% beradi. Bundan tashqari jismoniy kreditlarimiz bor. 50 millionlik mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. U 25% dan, ayol kishi bo'lsa 23% beriladi 5 yil muddatga. Biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. 12 millionlik kreditimiz bor. Bu ham xuddi shunday 25%, 23% beriladi. Ayol kishi bo'lsa 23% beriladi. O'tgan oydan boshlab ayol kishilarga kreditlarning foizi tushdi 2% ga. Tanishlar bo'lsa, nimalar bo'lsa reklama qilsalaringiz, biz bemalol tayyormiz kredit berishga. Yana bankda qanaqa muammolaringiz bor sizlar? Hozir